Galovka olib qolganmiz akalar. Xudo xolisi bu mashinada nima kasal bo'lyapti? Galovka qaysi mashinaga tegishli esdan chiqib qoldi. Yaramas. Xo'p, mashinani hozir eskiga video davomida eskiga kelib qolsa aytib o'tib ketamiz. Mashinada nima kasal bo'lyapti? Mana akalar qaranglar, avtolga antifriz aralashib ketgan. Mashina egalarining aytishi bo'yicha 2 marta qizigan. Zavodskoy birinchi ochilishi 130 mingdan oshiqroq yurgan. Birinchi o'rinda buni nima qilamiz? Mana shu kasal akalar. Birinchi o'rinda davlinaga solib tekshiriladi, yorug'i bormi, yo'qmi bilinadi. Yorug'i yo'q bo'lsa, полный сорочка pretilka, klapanlari chata bo'lsa alishadi. Zazor, pazor hamma yo'g'i bilan направляющийларgacha ko'riladi. Bu ham Nexus Cobalt Gentra forma, gidrokompensator emas. Mana zazor nima bo'lsa, qisilib qolsa klapan kuydirib qo'yadi. Mana akalar. Xudo xolisi qaysi mashinaning galovkasi to'g'risi esdan chiqib qoldi. Hozir sizlar yozib chiqib turinglar, biz ungacha ishni boshlab go'zal holatda qilib beramiz. Mana dardi shu. Aptol malaka olib qolgan. Xudo xolisi qilib beramiz.